Lager sirtidagi kimlar Xitoy Cumhuriyatining kontrolligida? Abdori Al-Bilgin. Biz burunqi maqolalarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning 1/3 qismini turmalarda, 1/3 qismini lager yoki turma sirtida kontrol qiladi. Oxirida qilib qolgan 1/3 qismi bo'lsa, qerilar, kichik bolalar va Xitoylar turmalar orqali o'zgartib chiqqan Uyg'urlar degan nuqtani o'ttirib qo'ygan edik. Hozirgacha tutilgan 3-4 million Uyg'ur asosiy jihatdan Xitoy e'lon qilib kelayotgan Uyg'ur nupusining 1/3 qismini tashkil qiladigan bo'lib, buningga oid isbotlar bir qur o'ttirg'i chiqqan bo'lsa-mu, Xitoylarning lager sirtida qaysi 1/3 qism Uyg'urlarni qandoq qilib turmadagi bilan o'xshash kontrol qiladiganligiga oid hukmlar aniq emas edi. Lekin biz mundaq bir haqiqatni bilib turibmiz. Ya'ni har qanday bir oilada er ayoldan biraylan tutilgan bo'lsa, yana biraylanmo qattiq nazorat ostiga ilingan yoki u lagerga elib ketilgan. Növbətdə Şərq Türkistandakı hər bir ailadagi odam soni odatda 3 yoki 4 bo'lganligi uchun 1/3 qism Uyg'urlar lagerga elib ketilgan bo'lsa, ularning oila tavobatlari dal Uyg'urlarning 1/3ni tashkil qiladi. Lager sirtidagi bu 1/3 Uyg'urning zo'r bir qismi lager ichi yoki sirtida ishlayotgan lager bilan bevosita yoki vositalik munosabat xizmatlarni o'tayotganlarni ko'rsatadi. Lager masalasi o'ttirg'i chiqqandan keyin Xitoy hukumatining 2018 yil yozda lagerlarning mavjudligini inkor qilib, 2018 yil oktabrga kelganda qayta tarbiyalash markazi degan nom bilan atab o'zini oqlashi. Keyingi kunlarda kasbiy tarbiyalash markazi deb atab har xil kasbiy tarbiyalanayotgan ko'rinishlarni o'rinlashtirib, xalqarodagi muxbirlarning ziyorat qilishiga ruxsat qilishidan Xitoylarning lager qurilishini qanchalik maxfiy tutayotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu yerda ishlayotgan Uyg'urlarga kelsak, ular mayli lager ishchi sirtida ishlasin, yoki lager bilan bevosita yoki vositalik holda munosabati bor xizmatlarni qilsin, intayin cho'ng besim va tahdid ichida ishlaydiganligi, yashaydiganligi aniq. Chunki lager maxfiy qurilish bo'lganligi tufaylidan u yerda ishlayotgan har qanday Uyg'urning har bir so'zi, harakati va ifodasi ularning qattiq jazolanishiga, lagerlarga solanishiga, hatto turmalarga tashlanishiga bevosita sababchi bo'lib qolgan. Bu nuqtani chet ellarda yashayotgan har qanday Uyg'ur his qila olsa kerak. Chunki biz oila a'zolari bilan, urug' tuqqanlar bilan tonish bilish, sobiq xizmatdoshlarimiz bilan hech qanday aloqa qila olmaymiz. Biz bu dokladni garchi lagerda tutilmasimi, mayli xizmat o'rinlarida bo'lsin yoki o'zining shaxsiy turmushida bo'lsin, lager bilan o'xshash kontrollikda yashayotgan Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini aks ettirish uchun tayyorladik. Biz bu maqolaning eng oxirgi qitimliq nusxasini o'zgartib, putray degan vaqtda, ya'ni 11-oyning 16-kuni New York vaqt gazetida Xitoylarning Uyg'urlarni tutqun qilish harakati to'g'risida Xitoy hukumatining 400 batlik maxfiy hujjatlarning oshkorlanganligi to'g'risida xabar o'ttirg'i chiqdi. Bu xabarda naiti aniq qilib, Sharq Turkistonda ishlayotgan Uyg'ur kadrlarining qanchalik cho'ng besimda, bo'libmi xatolashib qilishdan iborat cho'ng tahdid ostida ishlaydiganligiga oid isbotlar texmi aniq o'ttirg'i chiqib,
Yakönimizning naiti to'g'ri ekanligini alayda isbotlab berdi. Masalan, Sharq Turkistondagi Kompartiya sekretari Chen Chuango 2017-yil 2 oydagi bir qitimliq yig'inda hukumat xodimlarining o'ziga bo'lgan yuqoridan tövanga bo'lgan besimni texmi kuchaytib, ularning haddidan ziyoda tadbirlarni qo'llanishiga ilhom berib, har qanday kishining bu tutqun qilish harakatidan gumon qilishining, har qanday bir ifodasini jinoyat deb bekitishni o'ttirib qo'ygan. Uningdan sirt Chinchango yana hukm talqon qilish, butunlay vayron qilib o'tish, tutishga tegishliklarning birnimi qo'ymay tutish, bu qitimliq harakat bir qitimliq xalq urushi. Ya'ni Xitoy xalqining Uyg'urlarga qaratgan urushidir degandek iboralarni ishlatib, yuqoridan tövangacha hukumat xodimlariga eng yuqori darajalik besim bilan Uyg'urlarni bostirish planini ijro qildirgan. Mayli so'zida yoki idisida bu lager tutqunliq to'g'riliq boshqacha fikrda yoki gumonda bo'lganlarni kim bo'lishidan qat'iy nazar tutib turmaga tashlagan. Bu xabarda oshkorlanishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari 2017-yilning ichidala 12 ming hukumat amaldorini tekshirgan. Bularning mutlaq ko'p qismi albatta Uyg'urlar. 3dan 1 qism Uyg'urlar lager sirtida kontrol qilinadi deganda, bu son intayin cho'ng bo'lib, odamning tasavvuridagidan eshib tushadi. Biz lagerlarning ko'lami chetildigan doirasi va lagerning normal yurishiga kapolatlik qiladigan orqa saf xizmatlar qatorliq keng doiralarni tahlil qilish orqali lager sirtida Uyg'urlarning haqiqatan odam ishongisiz darajada kontrol qilinadiganligini, vatanning haqiqatan ismi jismiga loyiq usti ochiq turmaga aylanganligini ko'rib olaymiz. Birinchi, lagerlarning ko'lami intayin zo'r. Uyg'ur va boshqa millatlar so'langan lagerning ko'lami intayin cho'ng. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenisning tadqiqotiga asoslanganda 2019 yil 11 oyga kelguncha Sharq Turkistondagi lagerlarning soni oz deganda 1000 dan oshgan. Zimiston torining doklatiga asoslanganda 2017 yildan boshlab lager yo'li qo'yilgandan beri hozirgacha tutilgan Uyg'urlarning soni 3 milliondan ortiq. Biz o'zimizning tadqiqotiga asoslanganda yakunlagan sonmi 3 milliondan 4 milliongacha. Hamda bu sonlar har bir sekundda eshib bormoqda. Ikkinchi, Uyg'ur mahbuslarini Xitoy o'lkalariga tarqoqlashtirish planining doirasi kengri. 2018 yildan boshlab Uyg'ur mahbuslarining Xitoy o'lkalarining har qaysi nahiyalardagi turmalarga minglab, 10 minglab yetkilayotganligi to'g'risidagi paketlar orqa-orqadan o'ttirg'i chiqdi. Xitoy zaminining cho'ng bo'lishi, Uyg'urlarni Xitoyga yetkash planining intayin maxfiy elib berilishi degandek sabablar tufaylidan zodi qanchalik Uyg'urlarning Xitoy o'lkalariga yetkazilganligi to'g'riliq aniq bir son yo'q. Lekin Zimiston torining doklatiga asoslanganda oz deganda 500 ming Uyg'ur mahbus 2018 yildan boshlab Xitoy o'lkalariga tarqitib etilgan. Bu torbatning xabariga asoslanganda Xitoy hukumati Henan o'lkasining ma'lum bir nahiyasiga 2000 Uyg'ur mahbusni yetkazgan. Shanxi o'lkasiga 25 ming Uyg'ur mahbusni yetkazgan. Gansu o'lkasining Wuvey shahriga 1000 Uyg'ur mahbusni yetkazgan. Hozirgacha oshkorlangan Uyg'urlar yetkazilgan o'lkalar Gansu,
Henan, İchki Moңғол, Heilongjiang, Shanxi qatarlıqlar bo'lib, bulardan sırt aşkarlanmagan өлkələrni biz bilməymiz. 9 ayının 20 günü hər qaysı taratqularda aşkarlanğan Uyğur məhbuslarını poyez istansiyasida yütkəb ketiyotgan videoda hər bir məhbusni bir saqçı elib manğanlığı ko'rinib turdi. Ondaqda 500 ming Uyğur məhbusni Xitoy өлkəlariga yutkash uchun az degandimi 500 mingdan ortiq saqçı ajratilgan. Ikkinchi, lagerlarga sulash harakatining chetilish doirasi intayin keng. Birinchi, Xitoylarning qo'shmaq tuqqan siyosati. Xitoy hukumatining o'zining xabariga asoslanganda, hukumat lager sirtidagi Uyg'urlarni kontrol qilish uchun az degandimi 1 million Xitoy kadrlarini Uyg'ur oilalariga yetib qo'pish uchun o'rinlashtirgan. Bu kadrlar har bir oilaning ahvolini egallab, nazorat qilib, uni doklad qilib, yuqoriga topshirgan. Ondan keyin har bir oiladagi dokladlarni maxsus odam tahlil qilib, shu oilaning qanchalik darajada etisida masala borligini majburiy o'ydirib chiqqan. Ikkinchi, Uyg'ur bolalarni ota-onasidan ayirib etish siyosati. Uyg'ur bolalarni ota-onasidan ayirib elib ketish lager planining yana bir muhim tarkibiy qismi bo'lib, ota-onasi yoki ikkisidan biri tutilgan har qanday oilaning kichik bolalarini hukumat elib ketgan. Zimiston to'rining dokladiga asoslanganda 2018 yil 6 oygacha Xotanning Lopnayisning o'zidilla 5 yoshdan tuvan 2000 bola ota-onasidan majbur ayirib etilib, hukumatning Ayshin yaslisiga yig'ib olingan. Biz Lopnayisning sonini asos qilib turib, Sharq Turkistondagi 23 shahar 68 nahiyaga asosan, ya'ni 91 nahiya va shaharlarning har biridan 2000 bola elib ketildi desakmi, jami elib ketilgan bolalarning soni 182 ming bo'lib chiqadi. Bu 2018 yili 6 oydagi son bo'lg'achqa, 2019 yili 11 oygacha tutilgan bolalarni mo'ljarlab baqsaq, ya'ni bu 1,5 yilning ichida bir hassadan 1,5 hassagacha ko'paydi deb faraz qilsaq, elib ketilgan bolalarning sonining 350 mingdan 500 minggacha bo'lishi amaliyotga nihoyatda yaqin. Uchinchi, ko'chalardagi misli ko'rilmagan charlash va tekshirish siyosati. Sharq Turkiston navbatda ismi jismiga loyiq usti ochiq turma bo'lib, Uyg'urlar uchun elib beriladigan tekshirish odamning aqli yetmaydigan darajada ching. Xitoy sekretari Chen Chango Sharq Turkistonga borgandan keyin 2017 yilning o'zidala 90 ming saqchini ishga qabul qilgan bo'lib, bu son 2009 yildagidan 12 ko'p. Biz hozirgi vatanning xohlagan shahriga borsak, har 100 metr yoki har bir ko'chada kichik tekshirish nuqtasi, ko'chalardagi har bir yo'l eg'izida, do'konlarda, idoralarning eshigida, avtobus bekatlarida 4 yoki 6 dan saqchilarning charlab yurganligini ko'ramiz. Bu o'rinlarda ishlaydigan saqchilarning sonimi intayin ko'p bo'lib, bu xizmatni qiladiganlar asosiy jihatdan Uyg'ur saqchilar. 4-chi, tor va telefonni nazorat qilish siyosati. Sharq Turkistonda Uyg'urlarning kundalik turmushi nazorat qilinib qolmasdan, kompyuter ishlatish, aqliy telefon ishlatish, telefon berish va telefon elish harakatlarining hammasi Xitoyning kontrolligida bo'lib,
100 minglagan Uyghur saqchilar Uyg'urlarning telefonini anglaydi ham tor ishiltishini nazorat qiladi. Yuqorqi bir qancha nuqtalardan Sharq Turkistondagi lagerlarga tutqun qilish harakatining hajmi va chetildigan doirasi intayin cho'ng. Lagerlarda bevosita ishlaydigan xodimlarning sonining odam tasavvur qilg'isiz darajada ko'p ekanligini ko'rib olaymiz. Yuqorqi tahlillarga asosan biz lagerlarda tutilganlar emas, lekin lager ichi va sirtida lagerlarga bevosita yoki vositalik holda mulozimat qiladigan, lager bilan o'xshash darajada kontrol qilinadigan xodimlarni tövandagidek 3 kategoriyaga ajratdik. Birinchi barliq lager va turmalardagi Uyg'urlarning lager va turma sirtidagi oila tavapatlari. Ikkinchi, lager va turmalarga solingan nuqtaliq nazorat qilingan oilalardagi Uyg'urlar. Uchinchi, barliq o'quvchilar, ya'ni to'liqsiz, to'liq o'rta maktab ham oliy maktab o'quvchilari. Ikkinchi, lager va turma bilan bevosita munosabatli xizmatlarni qiladigan Uyg'ur xodimlar. Bu xodimlar garchi lager yoki turmaga tutqun qilinmagan bo'lsa-mu, lekin lager va turma bilan bevosita munosabatli xizmatlarni qiladi. Bular tovandikicha. Birinchi, lagerda ishlaydigan Uyg'ur saqchilar. Ikkinchi, lagerlarda ishlaydigan Uyg'ur o'qituvchilar. Uchinchi, lagerlarda ishlaydigan doktor xodimlar. To'rtinchi, lagerlarda ishlaydigan odatdagi xizmatchilar. Masalan, oshpazlar, tozliqchilar, bino boshqaruvchilar. Beshinchi, lagerlar va turmalar uchun ishlaydigan shoferlar. Oltinchi, lagerlarning ichiga qurilgan zavodda ishlaydigan boshqaruvchi xodimlar. Yettinchi, lagerlarning yeniga silingan meyit ko'ydirish uyida ishlaydigan Uyg'urlar. Uchinchi, lager bilan uchrashmaydigan, lekin lager qurilishida ishlayotgan Uyg'urlar. Bular tovandikicha. Birinchi, noyi darajadan yuqori Uyg'ur amaldorlar. Ikkinchi, bevosita lager qurilishida ishlayotgan, siyosiy qonun, davlat bexatarlik, jamoat xavfsizlik, adliya, sud organlarida bevosita lagerlarga qanchalik odam tutishni planlash, tutilganlarni lager yoki turmalarga apirishni qaror qilish, Xitoy o'lkalaridagi turmalarga yo'tkash loyihasini bekitish va yuqorqi qaror va loyihalarni bevosita ijro qilish qurilishiga munosabatlik yoki qatnashgan Uyg'ur xodimlar. Uchinchi, Sharq Turkistonning ko'ch-ko'chalarida charlashga qatnashayotgan, tekshirish punktlarida ishlaydigan Uyg'ur saqchilar. To'rtinchi, tor saqchilari va telefon anglash saqchilari. Beshinchi, har qaysi darajalik hukumatlardagi, bo'libmi noylik hukumat, yezliq hukumat, bozorliq hukumat, kent va aholilar komitetidagi lagerlar orqa uchun mulozimat qiladigan Uyg'ur xodimlar. Oltinchi, shahar va yezlardagi aholilarning uyiga Xitoy hukumat xodimlarini o'rinlashtirish orqali Xitoy xodimlarining Uyg'ur aholilarida yotgandan keyin xotirlagan uchurlari va doklatiga asosan to'plangan dokladini tahlil qilish orqali har bir yoki ayrim aholilardan kimlarni tutib lagerga solash jihatlarda bevosita qarorga qatnashgan ham ijro qilgan Uyg'ur xodimlar. Yettinchi, aholilar xizmatini ishlashga bevosita qatnashgan Uyg'ur xodimlar. Bular tovandikicha. Uyg'ur o'quvchilarning ideya xizmatini qiladigan Uyg'ur kadrlar. Barliq diniy kitoblar, Uyg'urcha kitoblar,
ön, sin materiallarını yığıb köydürüş, İslami belgilərini elib taşlaş qatarlıq hərəkətlərə bevasitə qatnaşqan Uyğur xadimlar. Məscid və mazarlarını çeqishqa qatnaşqan xadimlar. Şəhər ahalilərinin uyida namaz oxuğan yoki oxumağanlıq əhvallarını egilaydigan xadimlar. Uyğur ahalilərə çoşqa go'shini tarqitish, haraq içishga da'vat qilish yoki har xil haraq ichish faoliyatlarini o'rinlashtirish, aholilarda masjidda davlat bayrog'ini esish, davlat she'rini yodlash, kompartiyani madiylash, islom e'tiqodini tark etish orqali faoliyatlarni bevosita planlashga qatnashgan Uyg'ur xodimlar. Uyg'urlarning meyitini dafn qilish jarayoniga bevosita qatnashgan Uyg'urlar. Hozir har bir mazarning yanida hukumatning solgan bir dafn qilish o'rni bor bo'lib, har qanday o'lgan odamning namozini tushirmasdan cho'qim shu belgilangan o'rinda dafn qilish talab qilingan. Maktablardagi ota-onasi lager yoki turmalarga tashlangan o'quvchilarga xizmat ishlashga qatnashgan Uyg'ur o'qituvchilar. Bu yerdagi xizmat hargizmo psixologiya jihatdagi tarbiya bo'lmasdan, o'quvchilarni qo'rqitish, ularga tahdid solish xizmatidir. Hozir cho'ng-kichik demay, boshlang'ichdan tortib oliy maktabgacha barliq maktablardagi o'quvchilar intayin zo'r ro'yi besimda bo'lib, maktab ularga agar oilasining ishini sirtqa deydigan ish bo'lsa, ularni turmalarga solaymiz yoki ota-onangni texmi ig'ir jazolaymiz deb tahdid solgan. Xulosa. Yuqorida tilga ilingan xodimlarning hammasi garchi lagerlarga ilib ketilmagan bo'lsa-mu, lekin hammasi lagerga bevosita yoki vositalik holda mulozimat qilganligi uchun Xitoy hukumatining mutlaq kontrolligida yashamoqda. Ular garchi hukumat xizmatchisi bo'lsa-mu, hukumatdan maosh olib ishlayotgan bo'lsa-mu, lekin ularning erkinlik darajasi lager yoki turmalardagilar bilan hech qanday farqlanmaydi. Ular turma sirtida turib, turmadagidek kontrollikda bo'lib, bularning xizmatining sezgirlik darajasi, qilgan har bir so'zi, ishi ularning har qanday vaqtda lagerga elib ketilishiga yoki turmalarga solinishiga bevosita sabab bo'ladi ekan. Şoňa bular gerçi lager yoki turmalarda bolmasymı, lekin lager va turmalarda tutilganlar bilan o'xshash darajada besim va andisha ichida yashaydi ekan. Bu qisqacha dokladni tayyorlashdagi maqsadim hozir Uyg'urlarga ko'ngil bilayotgan hukumatlar, xalqarалық tashkilotlar va Uyg'ur tashkilotlarining hammasi lagerlarni taqash, lagerlardagilarni qo'yib berish degan temini cho'rdigan holda da'vo qilyotdi. Lekin Xitoyning faoliyati hargizmo lager va turmalardagi odamlar bilan cheklanib qolgani yo'q. Xitoy hukumati butun Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning hammasini xarakter jihatdan lagerga elib berib o'zgartiradigan yoki tutqun qiladiganlar deb qarab turib, mikro jihatdan nihoyat g'alabalik holda Uyg'urlarni kontrol qilmoqda. Buningdan biz hozirgi Uyg'urlarni tutqun qilish doirasining allaburun lagerdan halqib ketganligini to'nib yetishimiz kerak. Bu doklad yana bir nuqtadan Sharq Turkistondagi lager va turma sirtidagi 3dan 1 qism Uyg'urlarning lagerdagi dakla Xitoy kontrolligida ekanligini tushunishimizga yordam berdi. Asar tamam. Manba Uyg'urlar tor jurnalining 4-sonidan ilindi.